75 milyon so'm aytib turibdilar. Hali motor ochilmagan deydi. Mashina 49.535 kilometr yurib turibdi. Oformagan pulni olib keladi. Nomer texnik pasport bilan oformagan pulni. Noldan chiqarib beradi. 127 kilometr ekan. 172. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun Xudo xolasa 2026-yil 17-may sanasi haftaning bozor kuni. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani mashina bozoridamiz. Xudo xolasa sizlarni bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Video birdan like-larni bosib, kommentarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlarga shunday manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Qani bo'lmasam, bir qator narx-navolar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Spark mashina bo'ladi. 2020-yil 2-pozitsiya bo'ladi. Metan yumshoq balonlari bor. Mashina tashqi görünüşü. Tak. Mashina ichki holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mashina ichki salonlari. Tak. Mashina yurgan kilometri 97.000 kilometr yurib turibdi ekan. Usta necha so'm deb tursiz buni? 82 milyon so'm aytılib turibdi, kelishib qaytib beradilar. Xudo xolasa telefon nomeri ayting. 97'den 97 349 349 97 77. 97 77 telefon etib bemalol murojaat qilaverasiz. Navbatdagi mashinamiz 2015-yil Gentra avtomobili bo'ladi. Avtomat full pozitsiyasi. Mashina tashqi ko'rinishi. Metan baraq bunday. Ha, propanmi? Propan pokoleniya qo'yilgan ekan mashina. İçki holatlari bilan bir qator tanishtiramiz. Tak, kiliti yo'q ekan. Probegi necha uni? 190 ming kilometr yurib turibdi ekan. Necha so'm aytamiz mashina? 90 ang. 90 deb turibdi. Xudo xolasa kelib üstünde gelishib, yo'l savdolashaverasiz. Balolar paket ekan. Telefon nomeri aytib berasizmi? 99 053 86 19. Navbatdagi mashinamiz Cobalt 2025 avtomashinasi bo'ladi. Mashina tashqi ko'rinishlari. Tak, mashina balonlari. Mashina ichki holati. Mashina ichki holati, mashin mili o'zgartirilgan dedi. O'zi 4000 yurib turibdi dedi. Egasi bilan telefonlashib so'rayverasiz, mashina kelib ko'rasiz. Necha so'm aytamiz? 148 milyon. 148 deb turibdi, kelishib beriladi-ku. Telefonlashib, üstünde gelishib savdolashaverasiz. Telefon nomeri 99 973 61 61. Navbatdagi mashinamiz 2017-yil Gentra avtomobili bo'ladi. Mashina tashqi ko'rinishi yumshoq balonlar qo'yilgan. Pokoleniya metani bor. Mashina ichki holatlari multirollar sunov ketilgan. Mashina arkasi chexol poliklar döşelgan. Probegi 262.500 kilometr yurib turibdi. Tak, mashinaning narxini 75 milyon so'm aytib turibdilar. Xudo xolasa üstünde gelishib gaplashib olaverasiz. Telefon nomeri aytib beramizmi? 93 dan 774 16 16. Navbatdagi mashinamiz Damas 1-pozitsiya 99-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina tashqi ko'rinishlari. Mashina radnoy deb turibdi. Kraski hamma yeri radnoy deydi. Tak. Mashina ichki salon holatlari lekin akkuratli turibdi. Sidellari hamma narsasi joyinda. Mashina necha yurib turibdi dedinglar? Mashina 74 ming kilometr yurib turibdi dedi. Hali motor ochilmagan dedi. Necha so'm aytamiz mashina? 32 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde 1-2 so'm qaytib kelishib beriladi. Telefon nomeri 77 102 80 00. Navbatdagi mashinamiz Cobalt 2021-yil mexanik pozitsiyasi bo'ladi. Metan ustiga ketilganmi? 3 oy bo'lgan, toza metan qo'yilgandan. Mashina tashqi ko'rinishi, mashina ichki salon holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Probegi 11.227 kilometr yurib turibdi.
Fotograf sidina bor deydi. Tak. Mashin ajoyib holatda saqlangan mashin. Bir qo'l mashin. Egadanmi bu? Texpasport o'zgarmaydi. Tak, telefon nomeri. 91'den 91 84 70 70 91 384 70 70 70 70. 145 milyon, 130 milyon kelişemiz. 130 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde gelib 1 so'm yarim so'm qaytib kelishib olaverasizlar. Ondan düşün. Navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomobili, mexanik bo'ladi. Yılı nechaladimi? 2020 yil. 4 toza balon, bo'sh balon qo'yilgan. Mashinaning ichki holatlari chexol poliklab qo'yilgan. 106.344 kilometr yurib turibdi. Metanı bor. Mashinada metan bor. Konditsionerlar ham zakonli ishlatdi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Necha so'm aytamiz mashina? 100 milyon so'm beraman. 100 milyona beriladi. Telefon nomer 94'lik 94. 389 92 62. 94'lik 389 92 62. 92 62 telefonu bemalol bog'lanasiz. Navbatdagi mashinamiz 2005-yil Matiz avtomobili Pollux varianti bo'ladi. Mashinada metan yo'q derizang. Mashin benzinda yurib turibdi. Mashina tashqi ko'rinishi. Mashina ichki holatlari. Chexol yo'q ekan mashinada, polik bor. Mashina probegi 246.686 kilometr yurib turibdi. Tak, mashinada rasxod bormi? Aptol-paptolaymi? Motor hadovoy taraflama. Motor remontdan gelgan. Telefon nomeri ayting. 90'lık 90'lık 594 594 65 55 65 55 pulun necha so'm dedi? 22 lira. 22 milyon gelişip qaytib beriladi üstünde. Gelişemem ulan. Navbatdagi mashinamiz 2020-yildan 2020 mexanik varianti bo'ladi. Cobalt avtomashinasi. Mashina balonlari ala holatda. Metan bor. Tayyor mashina. Chexol poliklar döşelgan. Mashin 49.535 kilometr yurib turibdi. Halol dedi, ming foiz. Polni tekshirib olaveradi bu. Ustalar bilan gap yo'q. Tak. Telefon nomeri. Yağmi ya. 95 233 67 47. 95 233 67 47. Telefon etib bemalol bog'lanaverasiz. Navbatdagi mashina 2021-yil Cobalt avtomashinasi bo'ladi. Avtomat korobka. Mashina toza balonlar qo'yilgan. Metan bor. Gap yo'q. Mashinaning ichki holatlari chexol poliklar döşelgan. Akkuratli mashina 92.773 kilometr yurib turibdi. Necha so'm aytamiz mashina? 116 milyon so'm aytib turibdi. Xudo xolasa üstünde 1 so'm yarim so'm qaytib kelishib beriladi. Telefon nomeri 93 108 14 81. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasiz. Navbatdagi mashinamiz Cobalt mashinasi 2024-yil avtomat variantidan bo'ladi. Mashina balonlari normal holatda. Tak, mashinaning ichki salonlarini xato ko'rsatamiz. Tak, 81.411 kilometr yurib turibdi ekan. Tak, mashina necha so'm aytamiz? 140. 140 milyon so'm aytilib turibdi. Qaytib kelishib beriladi. Kelishib tamam. Probegi halol-ku. Tekshirtirib olaman. Polni. Polni ko'rsatib olaman. Gap yo'q. Telefon nomeri 90'lık 90'lık 662 662 34 34. 34 34. Keyingi mashinamiz Spark mashinasi 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanik varianti bo'ladi. Mashina balonlari o'rta holatda. Mashina metan bor. Mashina metan ustonalikka qilingan, chexol poliklari bor. Mashin o bu 172.427 kilometr ekan. 172.427 kilometr yurib turibdi. Necha so'm aytamiz mashina? Bunu 65 milyon aytdim. 65 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde 1 so'm yarim so'm qaytib kelishib beriladi. 2018 yıl Telefon nomeri 90'lık 90'lık 662 662 34 34 34. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasiz. Navbatdagi mashinamiz 2007-yil Nexia 1 avtomobili bo'ladi. Sonus Tramblior balonlari yaxshi holatda. Arkasi o'rtacha ekan. Metan bor.
4-chi pokoleniya metan ustuna keltirilgan multiroller qo'yilgan. Chexol poliklari bor. Bu probegi 277.851 deydi. Qatib qolgan emasmi? Gap yo'q. Hem erişit konditsioner var mı bunda? Yok, biz kondisyoner. Biz kondisyoner. Gap yo'q. Çasam aytamiz. 40 milyondan geleceğimiz. 40 milyon so'm gelişib beriladi. Telefon nomer 90'lık 90'lık 662 662 34 34. 34 34. Navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomobili bo'ladi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan mexanik variant. Balonlari o'zi almashtirishga kelgan. Mashinada metan bormi? Mashinaning ichki holatlari tak chexol poliklar bor ekan. 134.000 kilometr yurib turibdi mashina. Çasam aytamiz mashina. 75 aytamiz. Galopki kutilmagan, motor açılmagan. 75 milyon so'm aytilib turibdi. Motor ochilmagan, galop kutilmagan deydi. Tak telefon nomeri 97'lik 97'lik 160 160 41 11. 41 11 telefon etib bemalol bog'lanaverasiz. Navbatdagi mashinamiz Spark avtomobili bo'ladi. Avtomat korobka 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari yaxshi holatda. Metan bor. Metallar sinov ketilgan. Tak, mashinaning ichki salon holatlari. Chexol poliklar bor. 92.394 kilometr yurib turibdi mashina. Necha so'm aytamiz mashina? 60 milyon so'm aytilib turibdi. Ustida 1 so'm yarim so'm kelishib qaytib beriladi. Telefon nomer 94 142 1980. Navbatdagi mashin Cobalt 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat variant. Balonlari o'rta holatda. Metan sona ketilgan. Mashinaning ichki holatlari. Chexol poliklar bor. Mashina 98.573 kilometr yurib turibdi. Necha so'm aytamiz mashina? 125 milyon so'm aytilib turibdi. Qaytib kelishib beriladi. Raskaradni o'ylab usta bilan kelib tekshirib olaverasiz. Telefon nomer? Telefon nomer 94 94 594 74 77 70. 594'lik 594 75 77. Ne oldu? Eşitlik bu. Tak. Kengem sizden akıl oğlum. 2023 yıl. Bu avtomat mı? Ha. 2023 yıl avtomat. Bundan metan var hein? Maşının taşkı görünüşü. Maşının balon halatları hem yaxşı derecede. Maşının iç halatları. Chexol poliklar bor. Maşin 31.000 kilometr yurib turibdi ekan. 31.000 yaxı bay. Tekshirtirib olaverasiz. Radnoy deydi. Telefon nomer? Shu yog'imi ya? Açık verir ki. 94 594 75 77. Gap yo'q. Vergi? 14 2014. mekanika. 2014 mexanika. Tak, mashina tashqi görünüşü. Oh, balonlarni o'zgartiradigan gap. Metan bormi unda men? Gap yo'q. Mashinaning ichki holatlari. Tak, mashina 112.514 kilometr yurib turibdi ekan. Buni necha aytamiz boshi? Kraska родной. Levoy usta bilan tekshirtiradi buni. 85 milyondan geleceğim. 85 milyon üstünde bu so'm yarim so'm qaytib kelishib beradi. Balonlar ama. Gap yo'q. Shu ya bundan oldingi telefon nomerlari tilfat bemalol bog'lanaverasiz. 2021-yil Spark avtomashinasi mexanik varianti bo'ladi. Mashina balonlari o'sha balonni almashtiradigan gapdi. Metan bormi? Pokoleniya metallari bu. Mashina ichki holati. Mashina 81.968 kilometr yurib turibdi. Necha so'm aytamiz mashina boshliq? 90'dan geleceğim. 90 milyon so'm aytilib turibdi. Kelishib qaytib beriladi. Bu 1.25 yaxmi motor? Oladi telefon nomer? 93'lük 716 0006. 93 716 0006. Telefon etib bemalol bog'lanaverasiz. Navbatdagi mashinamiz Spark avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari almashtiradigan holatga kelgan. Metan bormi boshliq? Metan ustuna ketilgan. Chexol poliklar bor. Tak, mashina probegi 72.500
76 kilometre yürüttü. Size son aytamiz maşina. Maşına xudo qalasa 82 milyon. 82 milyon so'm aytib turibdi, üstüne bir so'm yarım so'm kelishib beriladi. Telefon nomer 97'de 97 359 359 9402. 9402 telefon alakası görəsi. Tək maşinamiz 2022-ci il Damaz avtomaşinası buladı. Balonları taza, mücəgar pultlar son gətirilgan. Arkasını açıp geçeyim mi? Çok açık. Açın açsanız. Yine putlaram bu. Yani ne diyeyim oturmaydı. Yine putlar. Mücəgar pultlar var yine. Bir tane bu. İli baça görəsi fonlayım. Yetan bu. Maşinin iç salon haletleri 89 bin yurt tuttu. 89 bin kilometre yurt tuttu. Eski Tolga inşöründe bak rastgele. Sıkkasın şöyle. Başka bir yer var. Materyal adını ödeydi şu. Çekkesi azrak yapamamış idi. Darvaza değil. Yapış. Telefon nomer? Bunun pulunu 55 milyon ayet oturtmam. Aha. 52 milyon olsa veremem. Aha. Eğer banket boğazdan olsa Tolga afarmayan pulunu hep geledi. Nömer tek pasport bilen afarmayan pulunu Nölden hep çıkart geledi. parasını. Hava. Aylık tölebi 1 milyon 700'den geledi. Bir var mı? Hava. Mak adamın desene 51 esip veremem. O da kalırsa senin kanalını açıp gelsene 51'e veremem. Cep yok. Generalini devrini istese generalini veremem. Afarmayan ederse afarmayan veremem. Cep yok. Telefon nomer? Telefon nömer 90'lıktan 702 1918. Cep yok. Şu nömerlere telefon kılıp beyamal alıp balğana verəsiz. Növbətdəki maşinimiz Matiz 2012-ci il yılda işləb çıxarılған. Balonları yaxşı halətdir. Maşında metan var axı. Maşında metan var mı? Maşının iç salon halətləri. Maşın 100 min kilometrede qoydu indi. 100 min yoxdur yürügən. Motor açılma. Motor açılma 3 porsiyon. Telefon nomer? 97'den 97 349 349 97 77. 97 77 pulunu aytmamız pulu. Bunu 37 milyon gelişemiz. Baterba bank iş yaplarımız yetmenden karışamız hazır. General deviniz verilir. Oladı. Benim Allah telefon etip. Sürekli altın fazla durar. Natanışın yanında. Tamam. Telefon etip benim Allah bağlana verəsiz.